Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloning fazli marhamati bilan Shom diyoridagi har kun yaxshilik xayriya fondimiz davom etib kelyapti. Alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin. Mana bu Shom diyorida urushlar sababli mazlumlarga, miskinlarga yordamlar mana bu Ramazon oyida 30 kun mobaynida yordamlarni ulashtirib keldik. Alhamdulillah, mana bu Ramazonning bugun 29-kuni oxirgi kunlaridan biri. Shu sababli mana bu Ramazonda fitr zakot pullarini to'plab qo'ygan edik. Inshaalloh birodarlarimiz tomonidan, mana shu tashqaridan ehsonkor aka, uka, opa, singillarimiz tomonidan mana bu Shom diyoridagi urushlarda qiynalgan oilalar uchun befarq bo'lmasdan mana shu fitr zakot pullarini ulashligimizni so'raganida Alloh taolo ihsonlarini qabul qilsin. Inshaalloh mana hozir pullarni oldik bankdan. Inshaalloh hozir mana bu konvertchalarga solib turib, o'sha ehtiyojmand bo'lgan haqiqiy miskin oilalar uchun oilalarga ulashtirib tarqatib beramiz. Alloh ihsonlaringizni qabul qilsin.